Bilamizdagi Tailand fillari bilan mashhur. Hozir fillarning oldiga keldim. Wow, o'rtoqlar, umuman boshqacha. Biz esa mana endi biz to'g'ri vaqtimizda Patongga faqat kechqurun kelish tavsiya qilinadi. Phuket eski shaharda katta bozor bo'ladi. Har xil ovqatli, san'at odamlari chetda bo'ladi. Shunga kelib, mazza qilib, yakshanba kuni Phuket eski shaharni aylanib, qiziqarli yangi ovqatlardan yeb ko'rib, maroqli dam olsangiz bo'ladi. Yaxshi kutib olib, shirin ovqatlarimizdan ugashat qilamiz. Katta Buddani oldiga keldik. Ada salom aytib qo'ying podpishchilarga. Assalomu alaykum. Yangi yilda hamma bir-biriga suv sepib, hamma bir-birini xursand qilib, shu bir 2-3 kun shunaqa suv sepishlar bo'ladi. Wat Chalong, ya'ni Chalong ibodatxonasi xramiga keldik. Videoni o'tkazib yubormanglar, oxirigacha ko'ringlar. Qiziq joylari hali oldinda. Ketdik. Flight BA17. O'rtoqlar, biz Phuket aeroportidamiz va uchib kelgan odamni 3 ta savol qiynaydi aeroportda. Birinchisi bu pul almashtirish, ikkinchisi transport va uchinchisi sim karta. Birinchisi transport bo'yicha Phuketda agar transferingiz bo'lsa, birinchi chiqishdan chiqasizlar, sizlarni avtobusga kutib olishadi va mehmonxonangizga olib borib qo'yishadi. Bundan tashqari bu yerda taksi bor. Taksi narxlari unaqa qimmat emas, $20, $30 1 soat, 1,5 soatlik yo'lni olib borib qo'yishadi. Sim karta bo'yicha sizlarga tavsiya qiladigan kompaniyam AIS, hozir ham ekraningizda chiqadi. AIS kompaniyasini olib ishlatsanglar juda ham zo'r, sifati yaxshi. Phuketga uchib kelganda birinchi navbatda pul almashtirish savoli hammani qiynaydi. Pul almashtirish bu yerda muammo emas, lekin kurs juda ham past. Mana bunaqa exchange'lar bor. Bunaqa exchange'larda misol uchun kursi juda ham past bo'ladi va bu yerda 50 yoki $100 almashtirishni tavsiya qilaman. Qolgan pulinglarni orolni o'zida almashtirsanglar juda ham yaxshi kursdan almashtirsanglar bo'ladi. Internet bo'yicha mana manba bo'ladi. AIS juda ham ishlashlari zo'r. Butun Tailand bo'yicha va Phuket bo'yicha mana narxlari 5 kuni 399 baht, 8 kuni 499 baht, 15 kuni va 1 oy ko'rsanglar bo'ladi. Lekin shaharni ichidan olsanglar, ya'ni manzilingizga yetib olib sim karta olsanglar, ancha arzonroqga tushadi. 7-Eleven yoki boshqa magazinlardan bemalol sim kartani sotib olsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, agar sizlarda Phuketga uchib kelganingizda transferingiz bo'lmasa va sizlar taksida ketmoqchi bo'lsanglar, bu yerda ham ikkita variant bor. Birinchisi men sizlarga tavsiya qiladiganim Grab, Bolt yoki InDriver. Shu 3 ta ilovani ko'chirib olsanglar, taksi chaqirasizlar, faqat taksi aeroportning ichigacha kira olmaydi va katta ko'chagacha chiqasizlar va katta ko'chada shu taksiga o'tirib ketsanglar bo'ladi. Ikkinchi variant esa mana bunaqa aeroportning o'zida minibus taksilar bor. Bunaqa taksilarga o'tirsanglar, bular misol uchun narxlari unaqa qimmat emas, lekin butun orol bo'yicha yetkazib berishadi. Sizlarni bunaqa Phuket aeroport taksi degan mashinalari bor. Shunaqa mashinalarda bemalol manzilingizga yetib olsanglar bo'ladi. Narxi odatda 700 bahtdan 1200 bahtgacha manzilingizga qarab. Chunki Phuketning aeroporti orolning eng shimolida joylashgan va janubgacha yetib borish uchun albatta taksidan foydalansanglar yaxshi bo'ladi. Undan tashqari transport bo'yicha orolda avtobuslar ham bor. Lekin avtobuslar 100 bahtdan Phuket Airport Bus deyiladi. Ular mahalliy aeroportga o'tasizlar, ya'ni xalqaro aeroportdan chiqib mahalliy aeroportga o'tsanglar, o'sha yerda avtobusga o'tirib ketsanglar ham bo'ladi. Bilamizki Tailand fillari bilan mashhur. Hozir fillarning oldiga keldim. Har bitta filni o'zini qarab turadigan odami bo'ladi. Uni nomi Mahut deyiladi. Filni bolaligidan filga biriktirilgan bo'ladi va fil uchun 100% javobgar bo'ladi. Filni cho'miltiradi, ovqatlantiradi va yoshligidan filga qaraydi va davlatning oldida fil uchun 100% javobgarlikka. Agar fil bilan noto'g'ri harakat qilsa, filni qiynasa, qamoq jazosi ham berilishi mumkin bunaqa odamga. Bunaqa odamlarning nomi Mahut deyiladi. Mana hozir biz ko'rishimiz mumkin. Filni bolasini cho'miltirishyapti. Mazza qilib issiqda cho'milyapti. Wow. Dahshat. Tailandda fillar juda ham mashhur. Bular
juda ko'p odamlarga va katta yuklar tashishlarga yordam berishgan. Bu fil 6 yosh ekan, o'rtoqli 6 yashar fil. Kichkinaligini qaranglar buni. Lekin kichkina duomiz-ku. Unaqa kichkina ham emas. Kichkintoyga olib kelib, cho'miltirib olib ketishyapti. Bu ekskursiyani shu joyning xo'jayini, egasi Mr. P aylantiradi. Mana o'zlari oldimda ketyaptilar. Bir cheliq ovqat oldik. Men fillarda uchish tarafdori emasman. O'zlari ham aytdilar, filda uchish yaxshi emas. Lekin kelsang fillarni ovqatlantirsang bo'ladi dedi. Hozir mana fillarni tog'iga, tepaga chiqib ketamiz. Fillarni ovqatlantiramiz. Bu yerda mana ona bola ko'rasizlarmi? Bolachasini ko'rasizlar, kichkinaligini. Oyog'ida zanjiri yo'q. Demak, bu fillarga yaxshi qarashadi. Fillarni faqat ishlatishurmaydi va mana shu joyning o'zini xo'jayini hozir fillarni ovqatlantiradi. Billa ovqatlantiramiz, xudo xolasa va tomosha qilamiz. Okay. Hozirni qo'limga bir cheliq mamlaqa ovqat berdilar va fillarni ovqatlantirishga kelyapman. Mana kichkintoy filni oldiga. 6 years old. Ajay, mama. Bu onasi ekan, naryoqda turgan fil. Dodo. 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 32 yosh ekan. Mana bunaqa ovqatlantiramiz filni. Filda uchish o'zi yaxshi emas. Filni oyoqlarida zanjir bo'lishi kerak emas. Agar zanjir bo'lsa, filga u joyga pul ishlatmaganinglar ma'qul, o'rtoqlar. Mashalloh, Alloh mo'jizasi. Fillar eng aqlli hayvonlardan biri hisoblanadi, o'rtoqlar. Ovqatlantiramiz. Mana shu joyning xo'jayini Mr. P, savadikap. Badikap. O'zini onasi ham keldi. Lekin xartuni bilan bitta urib o'ldirib qo'yaylik. Juda ham katta, dahshat. Qaranglar, nechta fil keldi bu yoqqa. Wow. Mama, fil bola. Talashyapti ovqat. This 7. Bu 7 yosh ekan, o'rtadagisi 7 yosh, bu 6 yosh va onasi 32 yosh. Onasi kattaligini qaranglar, juda ham aqlli fillar. Wow. Ko'zlari aqlli. Bama. Ani. Okay. Okay. Ekilgan mamta, hamma ekilgan o'tlar mana shu fillar uchun ekan va bu fillarni juda ham yaxshi qarashadi va har kuni 200 kilo, 250 kiloga yaqin ovqat berishadi har bitta filga. Tasavvur qilinglar, 200-250 kilo ovqat har bitta filga yetkazib berish. Eng asosiysi, bu yerda fillar ozodlikda bemalol dam olishadi. Bular mana aka uka ekan bular. Take care and your friend, okay, and the family. Yes. The same family. They stay here Yeah, family. And elephant sleep over there out of the jungle. in the jungle. Yeah. Xullas bu And yerda this is grass, okay, for her. for elephant Yeah, only. for Okay. elephant. 100 Okay, kilo. kap. Bitta filga bir kunda 100 kilo ovqat berishar ekan. Xullas fillarga juda ham mehr kuchli ekan va butun oiladagi qarashar ekan. Mana shu odam butun mahud bitta filga bitta odam biriktiriladi va butun umr mana shu fillarga qarab yuradi. Dahshati. Mashalloh, mana filni kattaligini qaranglar. Kattaligini qaranglar buni. And here, Mr. Tin and this Savadikap. one elephant. Uchinchi odam uchinchi filga qaraydi. Dodo, savadikap, piba. Savadikap. This Sorram. eat. Okay, kap. Wow. O'rtoqlar, umuman boshqacha. Umuman boshqacha. Ishoninglar, umuman boshqacha. Đang xuống. Đang xuống. Ikkita fillar o'rtasida turibman. มีความสุขไหมครับ Đang đâu. มีความสุขสวัสดีครับ Savadikap. Bye bye. Wow. Savadikap. O'rtoqlar, ishoninglar, bunaqasi hali bo'lmagan. Vobshe dahshat. Happy, yes. Butun fillarga qarab turadigan odamlar butun umr fillarga bag'ishlagan, butun umrni. And Savadikap. Mr. and your Mr. Azamat. Samat. Okay. Kapamaka. Shu fillarning oldiga kelib, aylanib fillarni ko'rib, bolajonlarga fillarni ko'rsatib, fillar bilan birga cho'miltirsanglar bo'ladi, cho'milsanglar bo'ladi o'zingizlar fillar bilan. Fillar ajoyib hayvonlar o'rtoqlar. Va o'ylaymanki, sizlarga Puketga kelganinglarda fillarni uchishni o'rniga shunaqa joylarga kelib, fillarni
ovqatlantirib fillarni o'rgansanglar bo'ladi. Lekin bu hali eng qiziq joylardan biri emas. Bundan ham qiziq joylar bor. Videoni o'tkazib yubormanglar, oxirigacha ko'ringlar. Qiziq joylari hali oldinda. Ketdik. O'rtoqlar, Puketga kelgan hamma tanishlarim, hamma o'rtoqlarim bitta yagona savolni berishadi. Puketda, Tailandda har doim yoz bo'ladimi? Ha. Har doim yoz bo'ladi, lekin sezon ikkiga bo'linadi. Bizda quruq sezon va yomg'ir sezoni bor. Quruq sezon nima degani? Quruq sezon bu noyabr oyidan aprel oyigacha bo'ladi va yomg'ir darajasi eng kam bo'ladi. Yomg'ir unaqacha ko'p yog'maydi va eng qizig'i dengizda to'lqinlar bo'lmaydi. Shunga dengizni rangi ham juda ham chiroyli bo'lib, eng ko'p dam oladiganlar noyabr oyidan aprel oyigacha kelishadi. Albatta, bu oylarda narxlar ham qimmatroq bo'ladi, odamlar ham orolda ko'p bo'ladi va havo harorati ham juda ham zo'r bo'ladi. Aprel oyidan noyabr oyigacha yomg'ir sezon hisoblanadi. Lekin yomg'ir sezon degani tropik davlat bo'lganligi uchun bu yerda yomg'irlar issiq yomg'ir yog'adi va yomg'ir unaqa ko'p yog'maydi. Yomg'ir sezon deganda kuni bilan yomg'ir yog'adi degani emas. Yomg'ir sezoni degani bir kunda 1 soat, 2 soat kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin va keyin yana albatta quyosh bo'ladi. Bu narsani bilishinglar shart deb bilaman. Dengiz tinch bo'lmaydi. Dengizda to'lqinlar bo'ladi yomg'ir sezonida. Agar siz to'lqinsiz plyajda cho'milmoqchi bo'lsanglar, orolni sharqiy tomoniga o'tishingiz mumkin bo'ladi va u yerda Panva degan plyaj bor. Panva degan plyajda bemalol to'lqinsiz mazza qilib cho'milsanglar bo'ladi. Puketga yil davomida kelsanglar bo'ladi, farqi yo'q. Eng issiq oylari Puketda bu mart va aprel oylari va aprel oyida Tailandda yangi yil bo'ladi. Bular yangi yilni nishonlashadi, Songkran deyiladi. Yangi yilda hamma bir-biriga suv sepib, hamma bir-birini xursand qilib, shu bir 2-3 kun shunaqa suv sepishlar bo'ladi. Tailandda maxsus bir yangi yil kuni bo'ladi. Albatta, bu yangi yil kuni haqida ham alohida to'liq video qilishga harakat qilaman. Ba'zi odamlar aytadi, Puket xavfsizmi, o'g'irliklar bo'ladimi? Umuman Tailand qirolligi bu yerda o'g'irlik degan narsa kamdan kam bo'ladi, umuman bo'lmaydi desam ham bo'ladi. Men o'zim bu yerda 5 yil yashab, hali bir marta hech narsamni yo'qotmadim, hech narsamni o'g'irlab ketishmadi. Hattoki ko'chada kashloklarim qolib ketgan paytlari bo'lgan, hech kim tegmagan. Bir kundan keyin qaytib kelsam, qanaqa turgan bo'lsa kashlogim shunaqa turgan va hech kim tegmagan. Shunisiga juda ham qoyil qolganman. Umuman Tailand juda ham xavfsiz qirollik hisoblanadi. Begonaning narsasini hech qachon olishmaydi va begonaning narsasini tegishmaydi. Odatda Puketda turistlar bu narsasini yo'qotib qo'yishadi, kimdir ham topib oladi bu narsani va borib politsiyaga borsa, politsiyada bu narsasi yotgan bo'ladi, politsiyadan topib olib ketadi. Eng asosiysi Puketga qachon kelish eng yaxshi, eng zo'r paytda tavsiya qiling deydiganligi. Birinchisi bu Puketga agar kelmoqchi bo'lsanglar, pul tomonlama sal ekonom qilaman desanglar, iyul-avgust oylarida kelinglar. Bu yerda dengiz bor. Dengiz uchun kelish menimcha o'ylayman arziydi. Rip Curl haqida ma'lumot sizlarga berib o'taman. To'lqinlar sizlarni dengizdan olib chiqib ketadigan to'lqinlar. Rus tilida обратное течение deydi. Dengizda shu narsa bor. Puketda hamma joyda bayroqlar turadi. Cho'milish mumkin, cho'milish mumkin emas bo'lgan joylar bor. Cho'milish mumkin emas joyda cho'milishni tavsiya qilmayman, chunki u yerda dengiz sizlarni ichkariga, dengiz okeanga olib chiqib ketishi mumkin va okeanga olib chiqib ketganda eng asosiy qonun bu qirg'oqqa qarab suzmanglar yoki chapga yoki o'ngga suzinglar, chunki suv sizlarni okeanga olib chiqib ketayotganda qirg'oqqa qarab suzsanglar bu befoyda kuch yo'qotasizlar faqat va kuchinglar qolmaydi va bilmaydi bu narsani, borib dengizga tashlaydi, dengiz tortib ketadi va qirg'oqqa qarab suzishni boshlaydi, lekin qirg'oq hech ham yaqinlashmaydi va kuch qolmaydi odamda. Kuch qolmagandan keyin odam cho'kishni boshlaydi. Shunga agar Xudoni o'zi saqlasin, sizlar bilmasdan shunaqa rip curlga, ya'ni обратное течениеga tushib qolsanglar, shu narsani bilinglarki, yoki chapga yoki o'ngga suzasizlar, sekin suzsanglar bu narsadan chiqib ketishinglar osonroq bo'ladi. Dam olishinglar maroqli bo'lsa, eng zo'r narsa bo'ladi va Puketga yana qaytib kelginglar keladi. O'rtoqlar, biz Puketning ramzi bo'lgan Big Buddha, ya'ni katta Buddani oldiga keldik. Men o'zim kelganim yo'q bu yoqqa, mana adam bilan birga keldim. Ada salom aytib qo'ying podpishchilarga. Assalomu alaykum. Orqamizda Big Buddha, ya'ni katta oq Buddha. Bu Buddha haqida hozir sizlarga ma'lumot berib o'taman. Buddha 2004-yildan beri qurilish faqat xayriya pullariga qurilgan. Ya'ni davlat yoki boshqa hech kim pul ajratmagan, faqat xayriya biznesmenlar, turistlar va boshqa sponsorlar pul ajratib mana shu Big Buddhani qurishgan.
Yuringlar, Big Buddhani oldiga kirib ko'raylik. Puketning ramzi hisoblanadi. Big Buddha Puketda tog' ustida joylashgan, dengiz sathidan 400 metr balandlikda. Bu o'zi ilgari maymunlarning o'rmoni bo'lgan, juda ham katta o'rmon. Kelganinglarda mana bunaqa kiyinish qoidalari bor. Mana odamlar tekshirib turishadi. Kiyinish qoidalari yopiq bo'lishi kerak, lekin unaqa talabchan emas. Ko'zini yumib qo'yaveradi. O'tib ketsanglar ham bo'ladi. Eng qizig'i bu yerda manzara juda ham chiroyli. Qaranglar, Big Buddhaga kirganinglarda mana bunaqa qiziq haykallar bor. Men bittasidan so'raganimda qanaqa haykallar desam, bular yomon duxlarning haykali. Budda demak yomon duxlarga qarshi urushib, shularni yutgan deyshadi. O'rtoqlar, qaranglar qanaqa chiroyli. Big Buddhaga keldik. Big Buddha eng qimmat oq marmar toshdan qurilgan va bu tosh 13 tonnadan ortiq tosh ketgan qurilishiga va eng qizig'i bu tosh Tailandda yo'q bunaqa oq marmar. Bu toshni Myanmar davlatidan, Birma davlatidan olib kelingan maxsus qurilish uchun ichidagi karkasi beton va temir, lekin ustidan oq qimmatbaho marmar ekan. Juda chiroyli. Balandligi 15 qavatli binodagi balandligi. Hramga kelsanglar mana bunaqa haykalchalarni ko'rsanglar bo'ladi va haykalchalarning oldida bunaqa idishlar qilib qo'yishgan. Idishlar raqamlangan. O, nariga qarab ketaveradi. Umumiy sonda 32 ta idishcha bor. Hamma tanga tashab niyat qilar ekan buddistlar. Mana bu yerda navbat turibdi. Men endi u yoqqa bormadim. O'sha yerda rohib o'tiribdi. Mana o'sha yerda kim xolasa qo'liga arqon boylab qo'yib, ana niyat qilishyapti. Endi bilmadim. Menimcha kimga qanaqa. Xullas, men sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Mabodo agar qo'lingizga arqon boylaginglar kelsa, kelib bemalol boylatsanglar bo'ladi. Yuringlar birga tepaga chiqib, yaqinroq chiqib ko'ramiz. Esdalik uchun, yaqinlarimiz uchun video olishni davom etmoqdamiz. Bu yerda Big Buddha tepalikda joylashganligi sababli ko'pchilik Puketda yashaydigan sportsmenlar bu yoqqa crossdagi tepaliga yugurishadi. Big Buddha 2 yildan beri yopiq edi, chunki yer ko'chgan bu yerda. Qattiq yomg'irdan keyin yer ko'chib, Big Buddhani qurayotgan kompaniya juda katta jinoiy javobgarlikka tortilib, chunki xavfsizlikka rioya qilishmagan, kerak emas joylarga axlat tashashgan va axlatlar ko'chgan. Big Buddha deb 13 ta 15 ta odam halok bo'lgan. Big Buddhani ko'rishingiz mumkin. Qalay, charchadingizmi? Zinalar balani. Hozir endi sal bulut bo'lib turibdi, manzara ko'rinmasa kerak. Lekin ishoninglar, juda ham chiroyli bu yerda. Puket shimolidan janubiga qarab joylashgan mana bu uzunchoq orol. Bu orolda shimolda asosiy ekspatlar yashaydi. Ekspatlar ya'ni bu yerda ko'p vaqtdan beri yashaydigan odamlar yashaydi. Janubida turpaket, ya'ni Patongning pastida Karon kartalarda turpaket bo'yicha keladigan odamlar yashaydi. Oila, farzandlar bilan keladigan bo'lsangiz, Surin, Bangtao plyaj, Kamala plyajlarini tavsiya qilaman. Bu videoda men sizlarga Puketning eng chiroyli joylarini ko'rsatishga harakat qilaman. Tilla Buddha haykali bor, 13 metrlik. Bu yoqqa kelganinglarda bu yerda maymunlar juda ham ko'p. Maymunlarni ko'rsanglar bo'ladi. Maymunlarga ovqat bermanglar, maymunlarning oldiga bormanglar, chunki maymunlar agar sizlarni tishlab olsa, qorningizga quturishdan 20 tami, 30 tami ukol olishingiz kerak bo'ladi, chunki juda ham qiyin. O'rtoqlar, hozir Adamdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan boks bo'yicha murabbiydan so'raymiz, Big Buddha yoqdimi, manzara yoqdimi, yo'qmi, qanday nima deydilar. Ada, Big Buddha yoqdimi sizga? Ha, juda ham yoqdi. Chiroylimi? Da, chiroyli, kattaligini qanaqa uni qilgan. Puketni nima qilamiz aylantirib? Puketda faqat harom aysh ishlar, kayf qiladigan joy-ku. Ota-ona zerkadi. Ada, mana siz bu yerda nechinchi marta o'zi? 4-mi, 5-marta kelyapman. Bu yerda faqat ayshiyat emas, kayf qiladigan joy emas, tomosha qilishga juda ham ko'p joylar arziydi ko'rsa. Mana hozir ham mana shu joyda Buddani tarixini ko'rib yuribmiz. Massaj odam kasal oyog'i qat'iy ham og'risa, uni qilib kelib, albatta tuzalsa bo'ladi. Tavsiya qilaman, ota-onasini olib kelsa, mazza qilishadi. Hammasi vatda musulmonni kuxnyasi ham bor, bunaqa halol ovqatlari ham ko'p, ham bor. Hammasi mazza vatda. Musulmonlar ko'p juda ham bitta. Odamlari ham boshqacha, odamlari ham sodda. Nimani so'rasangiz ko'rsatib beradi, aytib beradi. Kulib turadi, ko'zingizga qarab kulib turadi. Qovog'ini solib yurishmaydi.
Shunaqa gaplar. Xullas o'rtoqlar, agar Pxuketga kelmoqchi bo'lsanglar, ota-onalarni albatta olib kelinglar, aylantiringlar, dunyoni ko'rsatinglar, chunki ular ham paytida qiynalib sizlarni katta qilib, oson paytda katta bo'lmaganmiz, pamperslar bo'lmagan, plyonkalarni yuvib, onamizni, otamizni qiynalib, ishlab bizani katta qilishgan. Shunga qaytar dunyo bo'lsa zo'r bo'ladi. Ota-onamizga kimga qilamiz? Ota-onamizga agar qilmasak, ota-onalarni aylantiringlar, ota-onani duosini olinglar. Bu eng katta g'animat, eng katta boyligimiz shudir. O'rtoqlar, Big Buddadan qaranglar qanaqa manzara ko'rinadi, dahshat. Mashaalloh. Xudojon eng zo'r dizayner, eng zo'r yaratuvchi. Shunaqa chiroyli. Dahshat. Naryoqda o'sha yerda Ravai plyaj va hozir biz boradigan joyimiz, keyingi manzilimiz Ravaida orolning eng janubida lo'lilarning mahallasi bor. Lo'li baliqchilarning mahallasi bor va ular baliq dengiz mahsulotlarini sotishadi. Narxlari jo'naqa arzon emas, lekin assortimenti, tanlov juda ham katta. Har xil narsalarni o'zgacha baliq mahsulotlarini yeb ko'rsanglar bo'ladi. Hozir o'sha yoqqa yo'l olamiz. Qani ketdik. Kelish uchun yoki ertalab voqli yoki kun botishga kelishni tavsiya qilaman. O'rtoqlar, keyin yana bitta ma'lumot aytib o'tishim shart. Fillarning oyog'ida zanjir bo'ladi va ular uzoqqa bora olmaydi. O'sha 1 metr, 1,5 metr, 2 metr atrofida fillar yurishaveradi. Unaqa joyga bormanglar, unaqa joyda podдержка qilmanglar pul bilan. Hayvonlarni qiynashni bilaman. Bu meni shaxsiy fikrim. Bilmadim, sizlarda balkim boshqa fikrdir. Xullas, fillarni reabilitatsion sentrlari bo'ladi. Ular o'tda fillarga ozor berishmaydi. Fillarni oyog'i zanjirda, yana ustiga odamlar chiqqan, uchgan, u narsani videoga olgan. Menimcha ongi bor odamga, misol uchun rivojlangan Homo sapiensga bu narsa yarashmaydi deb bilaman. Mana Big Buddaga ketaverishinglarda mana bunaqa fillarning joyi bor. Mana fil turibdi. Ahamiyat beringlar. Mana qo'lida, egasining qo'lida pichog'i turibdi va fil oyog'i zanjirlangan. Ko'rasizlarmi? Ahamiyat beringlar. Fillar oyog'i zanjirlangan. Fillar sali qiynashyapti, ko'z yoshlari bilan bechara yig'layapti va odamlar bunga ovqat berishyapti. Qaranglar mana. Qo'lidan tortib, mana bu yerda pichog'ini ko'rasizlarmi? Qo'lida pichog'ini. Qo'lida pichog'i bor va oyog'ida zanjiri bor. Pul bilan bu biznesni podдержка qilishdan oldin ozgina tafakkur qilib ko'rsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Yana bitta ko'p beriladigan savollardan biri Pxuketda ovqat yo'q, nima ovqat yesak bo'ladi deyshadi. Tailandga kelib yeb ko'radigan ovqatinglar. Birinchisi bu albatta tom yam gung, tom yam sho'rvasi krevetkalidan ichib ko'ringlar. Bu Tailandning vizitni kartochkasi va eng shirin ovqatlardan biri hisoblanadi. Ikkinchi ovqatimiz bu pad thai. Pad thai Italiyadan kirib kelgan Tailandga. Pad thai bu spagetti. Uchinchi ovqatimiz menimcha bu pad kapao gai. Bu ovqatni zakaz qilsanglar, bu tovuq, spetsiya, zelenlar bilan qilingan, mazasi juda ham ajoyib bo'ladi. Bir yengicha mazza yeb ko'rsanglar, o'ylaymanki, u ham sizlarga yoqadi. Albatta, to'rtinchi bu bitta salat sizlarga tavsiya qilaman. Salat bu somtam deyiladi. Somtam, ya'ni yashil papaya salati, mazasi juda ham zo'r. Beshinchisi, eng oxirgisi ovqat masalasida bu mango sticky rice yeb ko'ringlar. Bu desert, ya'ni yopishqoq guruch bo'ladi va oldida mango bo'ladi. Kokosli sous bilan qilingan bo'ladi. Bu mavzuda ovqat bo'yicha Pxuketning o'zida ovqatlanadigan joylar juda ham ko'p, halol restoranlar juda ham ko'p. Turetskiy restoranlar bor, Kapadokiya restoranlar Pxuketda bor. Eng zo'r turetskiy restoran 5 yil davomida, mazasi juda ham zo'r. Choyxona halol bor, mazasi juda ham zo'r. Chalongda joylashgan. O'zimizning oshlar, sho'rvalar, shashliklar qilishadi. Borib mazza qilib yeb ko'rsanglar bo'ladi. Salohiddinga azamatdan salom etib qo'ysanglar. Pxuketning mashhur tuk-tuki. Buni hamma biladi. Biz esa Ravai Seafood Market, ya'ni Ravai dengiz mahsulotlari ko'chasiga keldik. Voy, mana bitta qaranglar, hozir buni ham sizlarga bitta ko'rsatay. Olib ketsa bo'ladimi? Toshkentga olib ketsa bo'ladi. Mana rakushkalarni, har xillarni sovg'a salomligi, uyga osib qo'yishligi juda ham chiroyli. Mana bitta donasi 35 baht, 3 ta donasi 100 baht. Baliq bozorini bir ko'ramiz. Ravai lo'lilar baliq bozori hisoblanadi. Bu Pxuketning eng janubiy nuqtasi. Faqat janubida lo'lilar saqlanib qolgan. Bu kichkina community. Asosiy kasbi shu dengizdan baliq ov qilib, baliq tutib kelib, baliqni sotish.
restoran, kafelar ham bor va shu baliqlarni dengizda tutib kelgan baliqlarni pishirib sizlarga chiroyli shirin taom qilib tayyorlab berishadi. Juda ham katta, odamni ko'rasizlar, faqat bu yerda asosiy turistlar ovqatlanish uchun mana bu Kukmanaya degan restoranni tavsiya qilaman. Xullas qaranglar, bu yerdan baliq sotib olasizlar, 1 kilo pishirib berishi 100 batdan sizlarga pishirib beradi. Necha kilo olishinglardan qat'iy nazar. Mana bu yerda 10 qo'lda butun bozorda har xil dengiz mahsulotlari, lobster deysizmi? Savadika. Lobster deysizmi? Krevetka. Dodo, how are you? Assalomu alaykum. You okay? Alhamdulillah. Mana o'zimizning musulmon sinimizda borlar, bu yerda har xil mo'ri produktlar sotadi. Savadika. Qadimda ilgaridan lo'lilar yashagan, bu lo'lilarning mahallasi bo'lgan. Turistik narxlar, ya'ni arzon narx deya olmayman bu yerda. Lekin mazzasi shirin, hamma joyda mazzasi zo'r. Dengiz mahsulotlari bo'yicha Phuket. Agar Borneo haqida videoni ko'rgan bo'lsanglar, Kota Kinabalu degan shahrida dengiz mahsulotlarini koni desam adashmagan bo'laman. Shunaqa gaplar chiroyli qilib ko'chalarini bezatib qo'yishgan. Juda chiroyli, shu Xitoy lampalarini yoqib, bu yerda mashinada kelsanglar ham bo'ladi, lekin mashinani tashqariga qo'yib kelganinglar to'g'ri bo'ladi. Odatda hamma turistlar taksida keladi bu yoqqa va eng qizig'i bu yerda mana bunaqa durli sotiladi. Bular endi tabiiy deydi, bunaqa durli sotiladi va sizlarni mehmonxonalardan ekskursiya kelsa, tekinga sizlarni Phuketda aylantiramiz, zo'r joylarni ko'rsatamiz deyishsa, ishonib bormanglar, chunki ular sizlarni faqat do'konma-do'kon aylantirib, mana shunaqa dur do'konlar yoki krem do'konlarga olib borib, faqat pulinglarni olish niyatida bo'ladi. Tekin narsa u sir. Sichqon tutadigan mushlovkada tekin faqat sir bo'ladi. Boshqa tekin hech narsa hayotda yo'q. Shunga Central festivalda do'konlar bor, sotiladi. Durri rostakasimi o'zi qimmat turadi. Lekin bular ko'pi 99.9% sun'iy farqi bor, lekin unaqa katta sezilarli darajada emas. Agar bu yoqqa obedga kunduz kuni kelsanglar, pirsdan aylanib yursanglar bo'ladi. Juda chiroyli pirs. Phuketdagi eng zo'r o'zbekcha ovqat men uchun choyxona halol. Ana Chalongda boksyorlarning ko'chasi bor, Chalongda sportsmen muattaylarning ko'chasi bor, katta. Shu ko'chada joylashgan mana bunaqa katta. Ko'ryaptimi, yo'qmi? Katta chiroyli viviskasi bor, Uzbek National Food degan. Rostini aytsam, Salohiddindagi bolalardan men faxrlanaman, chunki bular dunyoning bir chetida O'zbekiston milliyligini, O'zbekiston milliy ovqatlarini tarqatib, o'zimizning milliyligimizni boshqa odamlarga ko'rsatib, biznes qilib, shunaqa o'zbek restoranini yurgizish oson emas. Phuketga kelgan bo'lsanglar, Muatay ko'chasiga kelgan bo'lsanglar, boksyorlarning Chalongda joylashgan choyxona halol degan choyxona bor. Oshi juda ham mazzasi zo'r, qolgan ovqatlar ham zo'r. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli O'zbekiston vatanimizning xaritasini chizib qo'yganlar. Uzbekistan National Food o'zimizning atlaslar juda ham zo'r atmosfera qilib qo'yganlar. Hozir adamlar birga osh yegani keldi. Choyxona halolga hozir kirib ovqatlanamiz, xudo xolasa. Ichkarilari mana bunaqa chiroyli, o'zimizning milliy uslubda qilingan. O'rtoqlar, osh rangini qaranglar, hattoki O'zbekistondan kelgan qazim, magiz, go'shtlar. Mana bu yerda achuchuni qaranglar, chiroyliligini. Salohiddin, nima qilyapsiz hozir bu yerda? Qanaqa ovqat bu? Bu samsa. Somsa, o'zini go'shtli somsami? Go'sht samsamiz. Zo'r. Xo'p, kelinglar Salohiddin bilan ozgina suhbat quramiz va bir ikkita savollar beramiz. Salohiddin, ko'pchiliklar o'ylaydiki, Phuketda faqat o'rtoqlar bilan faqat dam olishga kelsa bo'ladi, ota-onalar bilan uydagilarni olib kelib bo'lmaydi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Nima deb o'ylaysiz? Endi uni Tailandga kelmaganlar shunaqa deb o'ylaydi. Agar bir marta kelsa, atak unaqa narsa yo'q. Oilaviy kelib dam olsam bo'ladigan joylari ko'p. Mazza ham dam olib ketadi. Siz Phuketda necha yildan beri yashaysiz? Phuketda 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri shu yerda xizmatdamiz. O'zimiznikilarga kelsa bir
yaxshi kutib olib, shirin ovqatlarimizdan ugashat qilamiz. Xudo xolasa choyxona halolli yurg'izadi. Osh nomer 1 mashitda juda ham mazasi zo'r o'rtoqlar. Albatta Puketda bo'lganinglarda ozgina vaqt ayamasdan kelinglar Chalonka Baksorlarning ko'chasiga. Bu yerda sizlarni hech kim xafa qilmaydi. Mazza qilib shirin ovqatlardan yeb, dam olib ketasizlar. Salohiddin, Puketda siz uchun 3 ta eng zo'r plyajni ayting bo'ldi. Shu bilan keyin xayrlashamiz. Tak, o'zim eng yaxshi ko'radigan 3 yildan beri boradigan plyajim Kata. Xo'p. Yana eshitganman, yaxshi Surin. Surin и еще Kamala. Kamala. Xullas shunaqa gaplar. Kata, Surin, Kamala Salohiddin uchun eng zo'r plyajlar. O'rtoqlar, kelsanglar mana bunaqa zo'r doda xo'ja go'shtli somsalardan yeb. O'zbekistonda ham bunaqa go'sht solinmaydi. Faqat choyxona halolda. Shunaqa gaplar, choyxona halol. Futbolkangizni bitta ko'rsatib qo'ying. O'zbekiston yozig'ini bizga qaraylik, choyxona halol. Oshxonaga bostirib kirdik. O'zbekiston va mana Salohiddinning o'zi orqasida ham bor. Tailand, O'zbekiston. Salohiddinga katta rahmat, ishlaga omad. Xudo xolasa yaxshilikda ko'rishguncha. Shu yerda bo'lamiz. Azamat, o'zing Puketda nima ovqat yeysan, har kuni osh, har kuni o'zbek ovqati yeysan deganlarga bu videoda o'z ovqat haqida juda ham ko'p ma'lumot bo'ldi, lekin yana bitta juda ham zo'r joy ko'rsataman sizlarga. Bu o'zimizning joy. Kapadokiya turk restorani. Kamalada, Patongda, Karonda, Bangkokda, Kaulakda, Chalongda restoranlar bor. Kapadokiya, Puketda va Tailandda 5 yil davomida eng zo'r turetskiy restoran nomini egasi, eng zo'r restoran mukofoti egasi TripAdvisor bo'yicha har xil shirin ovqatlar bor, halol ovqatlar bor. Agar kelsanglar mana restoran halol TripAdvisorda 2025-yil ham eng zo'r restoran. Atmosferasi mana bunaqa kelib bemalol oila davrasida o'tirib shirin turk ovqatlaridan yeb va desertga mana bunaqa go'zal baklavalardan yesanglar bo'ladi o'rtoqlar. Kapadokiya restoranlariga kelinglar, mazza qilib turkcha ovqatlardan bahramand bo'linglar. O'rtoqlar, biz Patong plajiga keldik. Puketda joylashgan eng mashhur plajlardan biri hisoblanadi. Bu plajda asosan shu maksimalniy attraksionlar ko'p, ya'ni sizlar jet skilarda ucha olasizlar, har xil suvda, bananlarda, nimalarda, mana bu tepada uchib ketyapti, paraplanda, parashyutda o'shanda ucha olasizlar. Wow. Hozir bitta zo'r narsa ko'rsataman, qaranglar. Qanday mazza, o'zimizning O'zbekistonning bayrog'ini ko'rsak. O'zbekiston vatanim, bahbahorim, chamanim deydi. O'zimizning bayroq bu degani bu yerda o'zbeklarga hamma xursand degani. Patong plajidamiz. Patong plaji juda ham toza deya olmayman, sal kirroq. Bu yerda mana ahamiyat bersanglar, mashinalar ham yuradi, bunaqa jet skilarni olib chiqadigan va Patongni plajida hozir sizlarga plyajlar haqida alohida to'xtalib o'taman, lekin Patong haqida bitta shu joyini ko'rsatib olmoqchiman sizlarga. Va suvning rangi mana bunaqa to'q jigarrang rang. Janaqa toza zo'r suv deya olmaymiz bu joyni. 1000 batga, 1200 batga butun nimani aylantirib kelishadi. Samadikam. 3 minutdan 7 minutgacha bitta krug qilib aylantirib kelishar ekan, 1,5 batga bunaqada 3 seli bo'ladi. Mazza qilib aylansanglar bo'ladi. Uchganman Laosda 20 minutmi 25 minut uchirgan va narxi $30. Juda ham arzon. Bangalorda kunduz kuni qiladigan ish umuman yo'q. Kunduz kuni bu yerda hech narsa yo'q. Kunduz kuni shunaqa hamma dengizda bo'ladi, hamma plyajda cho'miladi. O'rtoqlar, ko'pchilik so'raydi, Puketda turlarni qayerdan sotib olamiz va qanaqa turlarni olish kerak? Misol uchun mana bunday kichkina kioskda mana shu har xil turlar sotiladi, ko'rasizlarmi? Har xil. Mana bu yerda broshuralar bo'yicha hamma narsalari bor. O'zingizlar tanlab olasizlar xohlagan turinglarni va
xohlagan turinglarga borsanglar bo'ladi va albatta bu yerda sim karta, kir yuvish va boshqa xizmatlar ham bor. O'rtoqlar, eng ko'p beriladigan savollardan biri yana Pxuketda turlarni qanaqasiga borsak bo'ladi, ya'ni bir necha turlar bor. Pipi, Similyani. Men sizlarga agar oila bilan keladigan bo'lsanglar, Pipiga borishni tavsiya qilaman. Juda ham chiroyli. Similyani orollariga borish yo'li sal uzoqroq va umuman charchaydi odam va ovqati ham unaqa zo'r emas Similyan orollarida. Pipi orollariga boringlar albatta va Pxuketda o'zida kvadrotsiklda turlar bor, yana kvadrotsiklda raftinglar bor, qiziq turlar bor. Turlarni shu mehmonxonalarning oldidan chiqib ozgina yurib, shu kichkina shoxobchalardan sotib olsanglar bo'ladi. Bugungi kunga 2026-yil fevral oyiga turlarning narxi 1000 batdan 2500 batgacha bo'ladi va shunga qarab komfort va shunga qarab qulaylikni sotib olasizlar. O'rtoqlar, biza Wat Chalong, ya'ni Chalong ibodatxonasi, buddistlarning Chalong xramiga keldik. Hozir sizlarga xramni ko'rsatishga harakat qilaman. Kiravurishlar bilan bu yerda parkovka. Bu xram haqida juda ham qiziq voqea bor. 1876-yilda Xitoyning janubidan Pxuketga kelib qal'a konlarida ishlagan ishchilar qo'zg'olon qilishadi, qo'zg'olon ko'tarilishadi. Tailand qiroliga qarshi qo'zg'olon va faqat Tailand qiroli emas, balkim soliqlarga qarshi qo'zg'olon bo'ladi. Soliqlar davlat tomonidan emas, qirolliklar soliq fermerlari bo'lgan. Soliq fermerlari davlatga bir xil soliq to'lashgan, lekin xitoyliklardan va boshqa ishchilardan ko'proq soliq olishgan. Ya'ni davlat bilan qirollik bilan ishchilar o'rtasida bir yana odamlar bo'lgan, o'rtakashlar, o'shalar soliqdan pul ishlashgan va shunga qo'zg'olon ko'tariladi. Xitoyliklar "Wow, biza keldik. Mana bu Wat Chalong." Xullas, ular qo'zg'olon ko'tariladi va qo'zg'olon ko'tarilganda katta urush bo'ladi, qurollar bilan urush bo'ladi. Xitoyliklarga qarshi shu qirol armiyasi urushadi va urushganda bu xramdagi rohiblar yaradorlarni, kasallarni va oddiy aholilarga juda ham katta yordam berishadi. Ular xramni o'zida ularni davolab, har xil o'tlar bilan juda ham katta yordam berishadi va eng qizig'i, xramdagi monarxlar o'sha qo'zg'olon paytida ikkita tomonni, ya'ni xitoyliklarni va qirol armiyasini yarashtirish uchun juda ham katta ishlar olib borishadi. Asosiy shularni mehnati evaziga ikki tomon yarashib va 1890-yillarda soliq fermerlari, ya'ni o'sha o'rtakashlar yo'q qilinadi va soliq bir xil bo'ladi. Butun Tailand bo'yicha importga va boshqa narsa soliq sistemasi, soliq tizimi boshidan ko'rib chiqilinadi. Wat Chalong, agar Pxuketga kelsanglar, Wat Chalong bu birlashish va tinchlik ramzi hisoblanadi. Tai xalqini birlashgan ramzlaridan biri bu Wat Chalong. Chalong Wat degani o'zi xram degani, o'rtoqlar, ya'ni ibodatxona degani buddistlarda va biz hozir Wat Chalongni mana asosiy ibodatxonasiga yaqinlashib kelyapmiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli bu yerda. Albatta, ibodatxonaga kirishni o'zini qonun qoidalari bor, chunki ko'pchilik endi xuddi har bir dindagi, misol uchun islom dinida, xristian dinida, boshqa dinlarda albatta yelka yopiq bo'lishi kerak, tizza yopiq bo'lishi kerak. Xitoyda asosan buddizm Tailandga bilamizki Hindistondan kirib kelgan va shuning uchun bu yerda mana asosiy kelayotgan odamlar bular hindistonliklar. Bu biz ibodatxonaning ichidamiz. Bu yerda shu Budda ularni o'quvini bir asoschisi Buddani haykallari hamma joyda ko'rish mumkin. O'rtoqlar, agar sizlar mabodo xramga kelmoqchi bo'lsanglar, ertalab soat 11 gacha va kechqurun soat 3 dan 4 dan keyin kelishni tavsiya qilaman, chunki juda ham issiq bo'lmaydi. Bu yerda hozir ochiq havo, ko'cha juda issiq. Shunaqa payt xramga kelib xramni aylansanglar, menimcha zo'r bo'ladi. Agar aylanmoqchi bo'lsanglar, ikkinchi xramga keldik. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Ichkariga kirsa bo'lar ekan.
joyga sig'inishyapti va naryoqda 3 ta Buddani haykali turibdi tilladan. Ba'zilar aytadiki, haqiqiy Buddani qoldiq suyaklari mana masjidda bor va Chalongda bor deyishadi. O'rtoqlar, biza yana bitta 3-oxirgi ibodatxonani oldidamiz va Chalongda Chalong ibodatxonasi orolning markazida joylashgan, Central Phuketdan bir 5-6 kilometr uzoqligida joylashgan, juda ham chiroyli, ko'rishingiz mumkin. Yuraylik, endi ichiga kiramiz. Buni ham ichi juda ham chiroyli o'rtoqlar. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, ibodatxonada rohiblar o'tirishibdi, ikkita rohib va Budda nimasi? Budda haykallari tilladan 9 ta Buddani haykali ichkarisida juda chiroyli. Mana ibodatxonasi. O'rtoqlar umuman boshqacha, ikkita o'rtoq gaplashib o'tiribdi. Xuddi bilasizlarmi, nimaga o'xshatdim? Bizada O'zbekistonda masjidda namozdan keyin ana o'zimizning dodalar, amakilar o'tirishadi-yu, gaplashib, bir chekkada xuddi shunaqa gaplashib o'tirishibdi bu yerda. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, keyingi joyda xudo xolasa sizlar bilan ko'rishamiz. Qani ketik. O'rtoqlar, 5 yil davomida eng ko'p berilgan savol bu Phuketning orolida qayerda eng zo'r shopping bor? Men hozir sizlarga ko'rsataman. Central Phuket degani bor, eng kattasi bu Patongda emas, bu Katuda, orolning markazida joylashgan Central Festival. Chap tomonda Central Floresta, mana bu Central Floresta, bu yerda qimmat brendlar, o'ng tomonimizda oddiy Central, bu yerda H&M, Zara va boshqa brendlar bor. Xullas o'rtoqlar, agar shoppingga kelmoqchi bo'lsanglar, Central Phuketga kelasizlar, xohlagan narsalarni bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Har bitta brend bor, Hermes, Gucci, Louis Vuitton yoki boshqa H&M, Adidas, Nike va boshqa brendlar. Kimga nima kerak bo'lsa, hamma narsani mana shu Central Mallda topa olasizlar. Bu markaziy Phuket qishlog'imizning eng katta savdo majmuasi. O'rtoqlar, biza Phuket eski shaharga keldik. Phuketning markazida, shahari. Bu shahar 140 yildan beri mavjud, 140 yil, 150 yil oldin qurilgan va hozir sizlarga Phuket eski shahar haqida to'liq ma'lumot va Phuket eski shahari ko'rsatishga harakat qilaman. Birlashib Phuket eski shaharga aylanamiz. Qani ketdik. Ahamiyat beringlar o'rtoqlar, Phuket eski shaharida yo'lakchalari, trotuarlari juda ham kichkina, juda ham tor joylashgan. Nimaga degan savolga, chunki mana eski shahar uylari ham juda ham zich joylashgan. Bu uylar shop house deyiladi. Yo'lakchalari nimaga tor? Chunki Phuketda bilamizki, iqlim juda ham issiq va binolar yonma-yon qurilgan, chunki soya bir-biriga tushib turishi uchun va isib ketmasligi uchun. Chunki ilgari 100 yil, 150 yil oldin konditsionerlar bo'lmagan va konditsionersiz shunaqa tabiiy odamlar uyni sovutish yo'lini o'ylashgan. Hozir eski shaharni markaziga yaqinlashyapmiz. Markazini ko'chasining nomi Talang Road deyiladi, Talang ko'chasi. Nimaga shop house deyiladi bu uylar? Mana ahamiyat beringlar. Uylarning birinchi qavatida do'konlar joylashgan va ikkinchi qavatida uyning egasi yashagan. Phuket eski shaharda bir necha xil oilalar yashashgan va bu yerda arxitektura, mana arxitekturani ko'rishingiz mumkin. Bino juda ham chiroyli ranglarda bo'yalgan. Bu eski binolar restavratsiya qilingan, ko'rishingiz mumkin. Va aytmoqchi bo'lganim, bu Sina Portugal stilida qurilgan binolar. Portugal stili nima degani? Xullas 1880-1890-yillarda Phuketda qal'a topish biznesi juda ham rivojlanadi va bu yerga portugalliklar keladi. Va portugalliklar o'zi ishlamaydi. Endi ular yevropaliklar. Ular Phuketga o'zi bilan birga xitoyliklar qora ishchilarni olib kelishadi. Birinchi etajda do'kon va ikkinchi etajda odamlarning o'zi yashagan. Ya'ni xitoyliklar va portugalliklarning uyini
juda katta, bunaqa kichkina emas, bunaqa kichkina uylarda xitoyliklar yashashgan va rang-barang uylarni yasatishgan. Wow, mana buni qaranglar, bu Rama 9, Rama 9-qirol, Tailandning qiroli, olamdan o'tgan, lekin tayliklar bu qirolni juda ham hurmat qilishadi, sevishadi, yaxshi ko'rishadi. Hozirgi qirolni Rama 10-qirolni adasi, mana ko'rishingiz mumkin. Bumibol 502TH. Shu qirolni juda ham tayliklar yaxshi ko'rib, hurmat qilishadi, chunki Tailand qirolligini rivojlanishiga, bugungi kunga Tailand bo'lishiga juda ham katta hissa qo'shgan qirol hisoblanadi va ana ahamiyat berishingiz mumkin. Mana birinchi etajda, Phuket eski shaharda birinchi etajda do'kon, o'zini egalari u naryoqda zina turibdi. Yuraylik, ichkariga kiramiz, sal aylanamiz. Ikkinchi etajda zina turibdi, ko'rishingiz mumkin. O'sha zinada odam o'zini shu uyning egalari uyiga chiqib yashashadi. Ya'ni birinchi etaj do'kon, mana do'koning juda ham qiziq ekan. Kelinglar bir do'konni aylanib ko'ringlar. Keseli o'rtoqlar, albatta mana do'kondamiz. Mana bunaqa cha tramoy, tayskiy choydan olib ichib ko'ringlar yoki uyga olib borib ichib ko'ringlar. Qanaqa tayyorlanishini YouTube'da juda ham ko'p videolar ko'rsanglar bo'ladi, lekin mana bunaqa tayskiy choy bir marta Tailandga kelganinglarda shunaqa choydan ichib ko'ringlar. Chai yen deyiladi muzdagi, chai rong deyiladi issig'i. Tayskiy choy, cha tay juda ham mazasi umuman boshqacha. Wow. Qaranglar, mana hozir do'konning egasi kelib, menga 2 dona kampit berdi. O'zidan o'zi betiga odamlar juda ham do'stona, hamma bir-biriga mehr bilan munosabat qiladi. Shunga xullas Phuket Old Town 1880-90-yillardan beri qurilish boshlagan. Bu yoqqa shu Portugalliklar Xitoyliklarni olib kelishgan va Sino-Portugal stilida mana shu binolar qurilishi boshlagan va biz hozir Phuket eski shaharni eng markaziy ko'chasiga keldik. Markaziy ko'chasi Talang Road deyiladi. Qaranglar, qanaqa eski binolar ko'ryapsizmi sizlarga? Juda chiroyli va ko'chani qaranglar. Mana shu Phuket Townning markaziy ko'chasi hisoblanadi, Talang Road. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, birinchi qavatlarda har xil kofe do'konlar, mana coffee tea or me deb qo'yibdi. Har xil kofe do'konlar, har xil shirinliklar, taqimchoqlar, qo'lda yasalgan har xil qiziq narsalar bu yerda topishingiz mumkin va eng qizig'i, men sizlarga hozir bitta juda ham zo'r joyni ko'rsataman. Hamma kafeni qaranglar, o'rtoqlar qanaqa qilingan ichini, dizaynini. Bu yerda shirinliklar sotilar ekan. Ichi mana bunaqa gulli do'kon qilingan ekan. Dahshat. Dizaynni ishlanganini qaranglar. Juda chiroyli. Xullas, agar Phuket eski shaharga kelsanglar, mana shunaqa gulli kafelarga kelib, hattoki konditsionerni ko'rasizlar, rangini pushti rang qilib qo'yishgan. Juda chiroyli. Kafe juda ham chiroyli, gullar bilan qilingan kafe. Karakang kafe ekan. Xuddi Tarakan kafega o'xshaydi, to'ba qilib. Mana bu dizaynni qaranglar, chiroyliligini, stilni qaranglar, qanaqa eskicha stil saqlanib qolgan bu yerda. Qoyil qolaman. Ko'ryapsizmi, sizlarga yo'qmi? U tepasida qo'lda mayda ishlangan nimalari, detallari juda chiroyli. Mana bu uyga qaranglar, chiroyliligini. Bilmadim video qanaqa chiqyapti, lekin menga berishdi, men bunda chalib ko'rishga, hozir chalib ko'ramiz. Experience for you. Oh, thank you. Kapu maka. Yeah. Free style. Make your song for the relax. Very nice. Kapu maka. Have a talent. Kap. Sticker berdilar mana bu odam. What's your name? My name is Kita. Welcome to Kita. Thailand. Hey. Xullas shunaqa o'rtoqlik. Hech qachon bilmaysan nima bo'lishini. Phuketda
oddiy ko'chada aylanib video olib ketsam, chaladigan instrumentda muzika chalib, "Ke, birga o'ynaymiz" dedi. Birga muzika chaldik va mana bunaqa stikerini berdi o'zini. Devorni oldida shu qiz o'tirar ekan. Ismi Keita Plan ekan. Kelsanglar, azamatdan salomimni yetkazib qo'yinglar. Eski shaharda juda ham har xil qiziq ovqatlarni yeb ko'rsanglar bo'ladimi? สวัสดีครับ สบายดีไหมครับ สบายดีครับ โอเค อันนี้อะไรครับ อันนี้ข้าวเหนียวปิ้งครับ โอ้ sticky rice. Xullas bu yerda 6 xil sticky rice. Sticky rice nima degani? Yopishqoq guruch degani. Tailandda yopishqoq guruch bor. Kokosovый sut bilan aralashtiriladi va mana shunaqa bargni ichida shunaqa sticky rice qilishar ekan. Bitta donasi 12 baht. O'zimizning pulga chaqqanda taxminan 4000 so'm bo'ladi. Bitta donasi 4000 so'm ekan. Kichkina bo'ladi. Mana bu kampirga o'xshagan, shuni olib yopishqoq guruch Tailandda bo'lsa albatta yeb ko'rishni tavsiya qilaman. O'sha mango sticky rice, oddiy sticky rice mazasi butun umrga esda qoladigan mazza bo'ladi, ishoninglar. Hozir Xitoy yangi yili ko'rishingiz mumkin. Shunaqa xitoycha har xil lampalarni osib qo'yishgan. Va umuman eski shahar har bitta bayram bo'lishiga, o'sha bayramga moslashib bezatilinadi. Chunki bu yerga juda ham ko'p turist keladi, har xil. Wow, mana buni qaranglar, butun ko'chani drakon bilan bezashgan, chunki Xitoy yangi yili drakon timsoli. Ko'rinyaptimi sizlarga, yo'qmi? Juda chiroyli. Va mashinalar ketishyapti, mana shu drakonning ichidan. Bundoq qilib drakon qilingan, nariyon hozir dronda uchib, sizlarga bir ikkita kadrlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'pchilik bu yoqqa kelib rasmga video, voy, bu tomoni ham shunaqa ekan. Qaranglar. Mana drakon chorrahada zo'r qilib yasab qo'yishibdi va mana bunaqa drakonning ichidan mashinalar o'tib ketishadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli. Endi shahar bezatish, arxitektura bo'yicha, umuman shahar dizayni bo'yicha Phuket eski shaharda juda ham katta ishlar boriladi, chunki attraksion, развлечениyalardan shu do'konlar, restoranlar, har xil magazinlar bo'ladi. O'shalar uchun odamlar bu yoqqa kelishadi. O'rtoqlar, o'zi umuman olganda Phuket so'zi eski malay tilidan Bukit so'zidan kelib chiqqan, tog' degani. Ya'ni birinchi odamlar bu yoqqa kelganda tog'larni ko'rishgan va Phuketda kim bo'lgan bo'lsa biladi, Phuketda juda ham ko'p tog'lar, yo'llari ham tepa-past va shuning uchun Phuket oroli tog'lar oroli. Phuket degan tog' degani, Bukit so'zidan olingan. Lekin ilgari Phuket Jangtselon, Talang deb atalgan. Ya'ni chunki Hindiston bilan Xitoyni ulab turadigan orol bo'lgan bu yerda. Juda ham katta savdo yo'llari o'tgan. Biz esa Phuketni vizitni kartochkasi, Phuketni timsoli, mana bunaqa soat bor eski shaharda. Bu juda ham eski soat va shuni oldiga keldik. Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, aeroportlarda uchib kelganinglarda hamma joyda mana shu binoni rasmi, o'rtoqlar, bu muzey ekan. Tasavvur qilinglar, qanaqa eski muzey. Peranakanitat muzey deylar ekan. Bu menimcha shu eski bank bo'lgan ekan. O tepada yozilgan Charter Bank, eski bankning binosi Phuket eski shaharda va juda ham bino arxitekturasi juda ham chiroyli, umuman boshqacha. Gapim rostini aytsam yetmayapti ta'riflab berish uchun, chunki hech qanaqa kamera bunaqa hissiyotlarni, bunaqa nimalarni yetkazib bera olmaydi va albatta men sizlarga maslahat beraman. Ko'pchilik Phuketga kelganda Patongni u yog'iga chiqishmaydi, Patongni u yog'iga borishmaydi. Ya'ni Patongni o'zida dam olib, shu 2-3 ekskursiya olib ketib yorishadi. Men tarixi qiziq emas, binolari qiziq emas, lekin binolari dahshat o'rtoqlar. Binolarning rangini qaranglar, chiroyliligini. Juda ham chiroyli, ishoninglar. Shunga hammaga tavsiya qilaman. Agar vaqtingiz bo'lsa, ozgina bo'lsa ham bir yarim kun vaqtingiz bo'lsa, vaqt ajratib albatta Phuket eski shaharga kelinglar. Sizlarga yoqadi. Va bitta yana ma'lumot, bu joyga yozib olinglar yoki Phuketga ketayotgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Har yakshanba kuni peshindan keyin 4-5 da Phuket eski shaharda katta bozor bo'ladi. Har xil ovqatlar, san'at odamlari shu yerda bo'ladi. Shunga kelib mazza qilib, yakshanba kuni Phuket eski shaharni aylanib, qiziqarli yangi ovqatlardan yeb ko'rib, maroqli dam olsanglar bo'ladi. Wow, o'rtoqlar, qaranglar, men sizlarga hozir bitta narsani ko'rsataman.
Echkini qaranglar. Echkini kiyintirib qo'yishdi. Echkini kiyintirib qo'yishdi. Gap bo'lishiga emas, echkiga shunaqa mehr berilgan. Phuket eski shaharda madaniyat san'at markazida gap bo'lishi mumkin sonlarda kiyintirilgan echki va bo'ynidan buni joylab qo'yishgan. Echki hech qayerga qimirlolmaydi, keta olmaydi. Juda qizig'i. Bu plyaj kinosida Leonardo DiCaprio mana shu mehmonxonada yashagan ekan va o'shandan keyin The Memory Hotel o'shandan keyin bu mehmonxona juda ham mashhur bo'lib ketgan. Qaranglar, bitta mehmonxona kinoda, filmda chiqqani uchun qanaqa mashhur bo'lib ketgan va bu 10 mehmonxonasi eng qizig'i. Bu mehmonxona to'g'risida anaqa eski bank binosi bor, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Eski bank yoki eski pochta binosi bu, juda ham chiroyli, boshqacha. Kim plyaj kinosini ko'rgan bo'lsa, aytsanglar bo'ladi. Shunaqa joyda Leonardo DiCaprio rostdan ham bo'lganmi yoki bular o'ylab topishdimi bu narsani? Bunaqa kelishinglar bilan bunaqa sizlarni Savadika. Agar sizlar Leonardo DiCaprioni fanati bo'lsanglar yoki plyaj kinosini ko'rgan bo'lsanglar, mana shu mehmonxonani aniq bilishingiz kerak. Men lekin unaqa ko'p kino ko'rmayman, rostini aytsam, shunaqa gaplar. Yuringlar, endi eski shaharni sizlar bilan yana ozgina aylanamiz va sizlarga eski shaharni ko'rsataman. Juda chiroyli bino. Qaranglar, har bitta detallari, svetlari, har bitta nimasi zo'r ishlangan va bu yerda hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Bu juda ham eski restoran. Lobster qilishadi. Ko'rasizlarmi? Katta qilib lobster yasab qo'yishgan mana buni. Shaharda albatta xitoyliklar yashagan joyda xram bo'ladi, xitoycha ibodatxona bo'ladi. Bu ibodatxonani chiroyliligini qaranglar. Wow. Dahshat, hozir rasmga tushib olishsa, men ichkariga kirib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda tay tilida va ingliz tilida yozilgan. 1999-yilda qurilgan ekan, arxitekturasi, devorlari ajoyib chizilgan. Har bittasini sochi har xil. Bu yerda tekinga ovqat berishyapti. Shunga hamma qariyalar masjidda odamlar kelib mana bu qozonlarda anaqa tayski ovqatlarni tekinga berishyapti va mana bitta ehson qutisi. Bularning dinida ham ehsonlar bor. Buddizm dinida ham odamlar bir-biriga wow! Mana qaranglar binoning chiroyliligini. Xram ichidagi bino. Wow, chiroyli. Juda ham chiroyli. Mana bu yerda shag'am yoqib qo'yishibdi. Ikkita shag'am yoqib qo'yibdi. Qanaqadir daraxt yonib turibdi. Daraxtdan chopilgan nima? Mana bu yerda ham shag'am turibdi. Kim biladi Xitoy dinidan shunaqa narsalar nima? Mana bu yerda asal meva-chevalar turibdi. Xullas, och qolib ketmaysiz. Va ko'pchiliklar bu yoqqa kelib mana shunaqa shag'amlarni olib ichkariga kirib shag'am qo'yib chiqishmoqda. Bunaqa chiroyli arxitekturali xram, ya'ni ibodatxona Phuketni eski shaharda ko'raman deb hech qachon o'ylamaganman. Ishoninglar, bunaqasi hali aniq juda chiroyli. Umuman boshqacha xramlarga va shunaqa tarixiy joylarga, ibodatxonalarga kelib o'rganish maqsadida, misol uchun bularni dinini qabul qilish yoki boshqa maqsadda emas yoki boshqa nimada emas, o'rganish, ko'rish qanaqa odamlar yashaydi, ularning hayoti qanaqa degan maqsadda kelaman. Hop, o'rtoqlar, bekorga bu joyda to'xtamadik. Phuket eski shaharda bitta emas, ikkita Kings Massage spasi bor. Narxi sal oddiy masajxonalardan sal qimmatroq, lekin ishoninglar, ichiga kelib massaj olganinglarda sifatini bilasizlar va kommentariyaga Phuketga kelib massaj olganinglardan keyin rahmat yoki massaj deb yozib qo'ysanglar, nur ustiga a'lo bo'ladi. Massaj juda ham sizlarga yoqadi, sifati yuqori darajada. Phuketga kelganda ko'pchilik so'raydi, nimada, qaysi transportda
yursak bo'ladi. Phuketda o'zida arendaga mashina yoki motobayk olishingiz mumkin, lekin bitta narsani bilinglar, motobayk olganingizda yoki mashina olganingizda agar zalogga sizlardan pasportinglarni so'rasa, u kompaniya bilan ishlamaganinglar ma'qul. Zalogga odatda pul beriladi. Pasport bu shaxsni tasdiqlovchi hujjat va pasportni hech kimga hech qachon bermaylar. Zalog sifatida ham shaxsiylarni tasdiqlovchi hujjatni zalog garov sifatida olib qolishga haqqi yo'q. Phuketda, Tailandda va qolgan davlatlarda ham bu qonun ishlaydi. Motobaykni olib agar haydashni bilmasanglar, haydamaganinglar ma'qul, chunki bu yerda juda ham yo'l transport hodisalari ko'p bo'ladi va ehtiyot bo'lish kerak. Motobayk bo'yicha mashinani olib bemalol haydasanglar bo'ladi. Politsiya turibdi, ko'rasizlarmi? Politsiya turibdi. Motobayk agar haydasanglar, faqat qo'yish mumkin bo'lgan joyda qo'yinglar. O'zini joylari bor. Naryoqda qo'yish mumkin emas bo'lgan joyga qo'yganligi uchun hozir shtraf bo'lyapti. Pul to'laydi. O'rtoqlar, yana juda ham muhim xabar. Mana ahamiyat beringlar. Mana bu chet el fuqarolari o'tirishda oyoqlarini suvga solib, bu yerda mana bunaqa baliqlar bor. Ko'ryaptimi yo'qmi sizlarga baliqlar akvarium va mana bu yerda o'tirib oyoqinglarni piling deyishadi, tozalash kerak, lekin odatda bu suv juda ham toza bo'lmaydi va juda har xil kasalliklar yuqishi mumkin bu suvning ichida. Shunga sizlarga bunaqa suvga oyoqinglarni tiqib, bunaqa oyoqinglarni tiqib, bunaqa o'tirsanglar bo'ladi. Bu narsani men sizlarga tavsiya qilmayman, chunki suv kiramas va baliqlar sizlardan oldin qaysi odamning oyog'ini tishlagan va qanaqa kasalliklari bor, buni hech kim bilmaydi. Shunga bunaqa narsalar bilan shug'ullanmaganinglar yaxshi. Chayon sotyapti. Men bola, "Hello, how are you? How much?" Wow. Chayonlarni qaraydi. Wow. Bitta chayonning narxi 400 baht ekan. 400 bahtdan thank you. 400 baht $13. $13 to'lab chayon yegandan ko'ra yemagan yaxshi deb o'ylayman. Bilmadim. Chayonni o'zi yaxshi ko'radigan odamlari bor va kelib kontent uchun yoki o'zini sog'lig'i uchun chayonlarni, har xil qumursqalarni yeyishadi. Biz esa keyingi manzilga yo'l oldik, ketdik. O'rtoqlar, ko'pchilik Phuketga mana shu joyga kelishadi va bu joydan tashqariga chiqishmaydi. Bu joyning nomi Bangla Road, Patongda joylashgan eng mashhur Phuket ko'chasi, lekin to'xtanglar, hozir kunduz kuni. Biz esa mana endi biz to'g'ri vaqtdamiz, ya'ni Bangla Roadga, Patongga faqat kechqurun kelish tavsiya qilinadi. Bu yerda kunduz kuni qiladigan ish yo'q. Kechqurun agar vaqtingiz bo'lsa, Patongda bo'lsanglar, albatta Bangla Roadga kelsanglar, bu yer umuman boshqacha. Hozir sizlar bilan Bangla Roadni birga ko'ramiz. Ketdik. Bangla Roadga kiraverishinglar bilan o'rtoqlar, har xil odamlar hamnaqa shooting otadigan yoki har xil shoularni reklama qilib turishadi. Shunaqa shoularga ham endi kim qanaqa xohlagan odam kiradi, xohlamagan odam kirmaydi. Men o'zim unaqa shoularning tarafdori emasman va umuman Bangla Road butungi hayot, Patong butungi hayoti. Hamnaqa barlar, muzikalar, hamma joyda живой muzikalar va men bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ko'zi ko'rmaydigan odamlar muzika chalyapti. Keyin bitta juda ham muhim ma'lumot sizlarga aytib o'tmoqchiman. Unaqalarni, misol uchun, ko'chada turgan qizlarni, o'g'il bolalar, qiz bolaga kiyib olganlarni videolarga olish yoki borib ustida hazillashish o'zi mumkin emas. Qonun doirasida mumkin emas, chunki umuman Tailandda, Phuketda va boshqa shaharlarda farqi yo'q. O'g'il bolami, qiz bolami yoki jinsini o'zgartirgan bir mavjudotmi? U odam unga tegishi mumkin emas, uni ustidan kulib, uni ustidan masxara qilish mumkin emas. Buning uchun jinoiy javobgarlik Tailandda bor. Shunga kelganinglarda albatta ehtiyot bo'linglar. O'zingizlarning xavfsizligingizni qilinglar. Bangla Road ko'chasida asosiy odamlar kechqurun yig'ilishadi. Har xil manaqa freelancerlar ashula aytishadi. Mana bu yerda Michael Jacksonning jiyani, endi hazili jiyani emas, Michael Jackson mana shunaqa parodiyasini ko'rsatishyapti, qaranglar. Raqs ketishyapti, gap yo'q.
Odamni ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Hozir hali kecha emas. Hozir endi soat 9 bo'ldi. 1 soat, 1,5 soatdan keyin bu yerda umuman jinnixona boshlanadi. It egasini tanimaydi deydi-yu. Jahannamni resepsiyoni deyishadi ko'pchiliklar bu yerda. O'rtoqlar, odamni ko'ryapsizlarmi? Ko'pligini hamma kechqurun hordiq chiqarish uchun Patongda yashaydigan hamma shu mahallaga kelishadi, Bangla Roadga kelishadi. Ishoninglar, jinnixona bo'lib yotibdi bu yerda. It egasini tanimaydi, hamma joydan har xil muzika eshitilyapti. Juda bir g'alati hissiyotli. Bu yoqqa o'zi men umuman kamdan kam kelaman, kelmayman desam ham bo'ladi. Agar mehmonlarim bo'lmasa, men bu yoqqa hech qachon o'zim kelmayman. Chunki bu yerda qiladigan ish yo'q. O'rtoqlar, mana buni qaranglar. Mana bu odam manekendek turib olgan, hech qanaqa qimirlamaydi. Mana yoqqa ozgina pul tashlaysizlar deb chin yurakdan va ustiga xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Qizig'i. Mana kimdir ham Eron yozibdi, kimdir ham Xitoy yozgan, Jungo urush bo'lmasin deb yozgan. Vaqtisi, dahshat. Agar Bangla Roadda aylanganingizda qorninglar ochib qolsa, mana bu shaurmani tavsiya qilishim mumkin. Juda ham zo'r. Bu yerda ham to'g'riligi, ham mol go'shtligi bor, mazasi zo'r. Narxi unaqa qimmat emas. 3-4 dollarga bitta shaurma olib mazza qilib aylanganingizdan keyin yeyasanglar bo'ladi. O'rtoqlar, Patongni oxirida ikkita targoviy sentr bor. Central va Zangcelon. Podarkalar olmoqchi bo'lsanglar yoki sovg'alar olmoqchi bo'lsanglar, savdo majmualariga kelib bemalol sovg'alarni olsanglar bo'ladi. Phuket haqidagi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetadi. O'ylaymanki, bu video sizlarga yoqdi va ozgina bo'lsa ham foyda olib keldi. Agar video yoqqan bo'lsa, xohlasanglar like, xohlasanglar dislike, agar video yoqmagan bo'lsa va kommentariyada o'zingizlarni bir fikringlarni qoldirsanglar, nur ustiga gap bo'lishi mumkin emas. Mototsiklda yomon surib o'tib ketdi. Nur ustiga a'lo bo'lardi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr endi. Mehmonlar kutadi bizni.